Best guruhi, yurakdan yaralgan ijod jamoasi. Faxriyor guruhning yuragi. Uning har bir kuyida sog'inch, har bir satrida dard va tuyg'u mujassam. U o'z ovozi bilan minglab qalblarga umid beradi. Nilufar nozik jidli, iste'dodli va samimiy qiz. Uning parodiyalari, chiqishlari har doim tomoshabinning e'tibor markazida. Dildora o'zining mehribon va iliq tabassumi bilan sahnaga fayz baxsh etadi. Uning chiqishlari tabiiy, so'zlari ta'sirli va samimiy qiz. Abduhamid iste'dodli ijodkor va chin do'st. U har doim guruhdagi mehr-oqibat, jamoaviylik kayfiyatini ushlab turadi. Muhammad Rizo jiddiy sahna madaniyati, teran fikr va chiroyli gapirish san'atini uyg'unlashtirgan iqtidor egasi. Ozoda beg'ubor ovoz, ijobiy energiya va qat'iyat timsoli. Anvar guruhning jozibali rep ijrochisi. Uning ovozi va sahnadagi ishonchi yoshlar qalbini zabt etadi. Bu 7 yurak bir butun yurak. Sizlarning borligingiz bizga ilhom. Sizlarning sahnadagi yurishingiz bizga saboq. Biz sizlar bilan faxrlanamiz.